Demak, limit kontrol to'g'risida gaplashamiz. Bu trekker. Trekkerda mana bu knopочка limit knopkasi. Mana. Buni bosganimizdan keyin mana ekranda limit yozuvi yonadi. Yashil mashinachani oldida hop. Bu yongandan keyin plus minusdan regulirovka qilamiz. Mana bu yerdan tepaga suramiz. Mana elektr 60 ga chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi, 60 dan oshmaydi endi. Gazni bossa ham 60 dan oshmaydi. Bu limit kontrol hisoblanadi. Endi qaranglar, buni o'chiramiz. Mana ikkisi bossak o'chadi. O'chdi. Bo'ldi, mana o'chdi. Ochgandan keyin mana bunisi cruise control bu. Buni bosganimizda mana bu yerda cruise control yondi. Buni xohlagan skorostiymizga qo'yib qo'yamiz. Xohlasangiz 100 ga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, 100 da o'zi ushab ketadi. Tezlik oshmaydi ham, tushmaydi ham. Gazni bosmasanglar ham o'sha 100 da ketaveradi. Tormozni bossanglar to'g'ri kamayadi.